Mubin Lolo haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Mubinaxon, familiyasi Abbosxonova. Hozirda 19 yoshda. Millati o'zbek. Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Guliston shahrida. Otasi arxitektor, onasi dizayner. 2004-yilda tug'ilgan. Lolo taxallusi aslida multfilmdagi pingvinchaning nomidan olingan. Hozirda onasi bilan yashaydi. Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Oyisi va dadasi ajrashib ketishgan. 1 yildan beri blogerlik bilan shug'ullanadi. Hozirda Instagramda deyarli 200 ming obunachilari bor. Stories reklamasi hozirda $500. Post reklama narxi esa 1,5-2 dollarni tashkil etadi. Asosan vaynerlik bilan shug'ullanadi. TikTok House'da ham faoliyat yuritgan. Bu namur bilan juda yaqin dugonalar hisoblanishadi. Asosan faqat o'zga tanish yigitlar bilan videolar oladi. Green 71 ning kliplarida ham chiqqan. Birinchi klipi Bu mani uyim, ikkinchisi esa Major. Odamlar har doim nimadir deydi, shiori bilan yashaydi. Ko'zoynaklarni shunchaki obraz uchun taqadi. 5-sinfdan buyon ko'zoynaklar taqishni yoqtiradi. Yoshligida ustozlari Mubin Loloning ko'zoynaklarini olib qo'yishgan. Figurasi tabiiy shunaqa emish. Yuzlariga kosmetologik o'zgartirishlar kiritgan. Rapper Massa bilan duet aytishgan. Duetni taklif qilib, Massaga Mubin Loloning o'zi yozgan. Kliplari syomkasiga 2 oy vaqt ketgan va qo'shiq matnini to'liq Massaning o'zi yozgan. Hatto qo'shig'ini boshqa bir aktrisa o'ziniki deb Mubin Lologa PR qilmoqchi bo'lgan. 2024-yil Yangi yilni Moskvada kutib olgan. Moskvaga ketish sababi esa konsertga chiqish bo'lgan. Universitetga hujjat topshirmagan va oliy ma'lumotli bo'lishni xohlamaydi. Uzun ko'ylaklarni faqat qarindoshlarining to'yiga kiyadi. Otasi bilan gaplashmaydi.